Pakistan hökuməti yaqında bayonot e'lon qilib, davlatdagi qonunsiz ko'chmanlarni keng ko'lamda bartaraf qiladiganligini jakarlagan. Bayonotda Pakistan hökumətinin kelar oydan boshlab qonunsiz ko'chmanlarni chegaradan qo'llab chiqarishni boshlaydiganligi, bu harakatning Pakistan chegarasi ichida panohlanayotgan 1.700.000 afg'on musofirlarini o'z ichiga oladiganligini ogohlantirgan. Pakistanning Rawalpindi shahridagi Ömər Uyg'ur vaqfining mas'uli Ömər Apandining aytishicha, yillar ilgari Afg'onistondan qochib kelib, Pakistanning Rawalpindi shahriga yerlashib yashayotgan 20 ga yaqin Uyg'ur oilasi bor ekan. Pakistan hukumatining bu qatimli qonunsiz ko'chmanlarga zarba berish harakatini e'lon qilishi yolg'iz Pokistondagi taxminan 1.700.000 afg'onistonlik musofirlarga ogohlantirish bo'lib qolmasdan, balki hech qanday pasport yoki iqomati bo'lmay turib Pokistonda yashab kelayotgan Uyg'ur musofirlarga bir signal ekan. Shunga bu xabar Rawalpindidagi bu Uyg'urlarni qattiq andishiga solmoqda ekan. Türmedagi Uyg'ur professori Rahila Davud bu yillik xalqaro jasorat yozuvchisi bo'lib baholangan. 6 yil burun yo'qolib ketgan Rahila Davudning yaqinda davlat bexatarligiga ziyon yetkazish jinoyati bilan Xitoy doiralari tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'rtaga chiqqan edi. Angliya muhofizachi to'rining 11 oktyabr xabar qilishicha, Rahila Davudni angliyalik yozuvchi, xalqaro yozuvchilarga beriladigan Pampinter mukofotining sohibi Michael Rossni tanlagan bo'lib, u bu mukofotni o'zining hayotini xavfga etish badaliga fikr erkinligini aktivlik bilan qo'g'digan xalqaro yozuvchilarning tizimligidan tanlanadigan bir yozuvchi birlikda oldi ekan. Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese jasuslik jinoyati bilan Xitoyda 3 yil tutib turilgan Xitoy va Avstraliya fuqarosi jurnalist Cheng Lining qo'yib berilganligini va Lining davlatiga qaytib kelib, oilasidagilar bilan ko'rishganligini e'lon qildi. Lining qo'yib berilishi Albanesening yaqinda planlagan Xitoy ziyoratidan burun bo'lgan. Dünya Bankası, Xalqaro pul fondi tashkiloti va Ukraina hukumati ba'zi davlat vakillarining qatnashishi bilan Ukrainaga yordam berish masalasi muzokara qilinadigan 4-navbatlik ministrlar yumaloq ustal yig'ini ochgan bo'lib, Ukraina prezidenti Zelenskiy davlatining uzun muddatli yordamga ehtiyoji ekanligini ta'kidlagan. Marokashda o'tkazilgan yig'inga sin orqali qatnashgan Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaning chekinishga tayyor emasligini, chunki dunyoning Ukrainani qo'llashga amalsiz qiladiganligini bildirgan. U yana Ukrainaning qarshi urush uchun iqtisodiy kafolatning izchilligining muhimligini ta'kidlagan. Amerikaning San Fransisko shahrida turishli Xitoy konsulxonasi 9 oktyabr dushanba kuni avtomobilga hujum uchragan. San Fransisko shaharlik soqchi idorasining bayonotida Xitoy konsulxonasining viza boshqarmasiga avtomobilga besib kirgan kishining naq maydonga yetib kelgan soqchilar tomonidan etib yaralandirilganligi, hujumchining keyinroq doktorxonada o'lganligi qayd qilinmoqda. Bu voqea Osiyo tinch iqtisodiy hamkorlik munbirining boshliqlar yig'ini oldimizgi haftalarda San Fransiskoda ochiladigan diplomatlar prezident Jo Baydenning Xitoy raisi Shi Jinping bilan ko'rishishini umid qilayotgan bir paytda yuz bergan. İspaniya Tashqi ishlar ministri Jose Manuel Alvarez davlatining Falastinga bo'lgan yordamni ko'paytirganligini e'lon qildi. Alvarez Ispaniyaning bu yil Falastinni qo'llash uchun ajratilgan 8 million yevro xamjodidan boshqa yana 1 million yevro insonparvarlik yordam planini tasdiqlaganligini e'lon qildi. Hamasning Isroilga qilgan hujumini ayblagan Alvarez Isroilni fuqarolarni nishonlamaslikka va xalqaro qonunga amal qilishga taklif qildi.